Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hammamizlar sport bilan 100 kun nomli challenge'imizni bugun 54-kunidamiz. Bir hikoya o'qigandik, kichikroq. Shuni sizlarga ham ulashib ketgim keldi. Dengizni tub-tubida kichig'anoq suhbatlashayotgan. Birinchisi aytadiki, ichimda qandaydir bir og'riq his qilyapman deydi. Og'riqdan yuragim siqilib ketyapti. Toshdek qattiq qandaydir bir og'riq deydi. Ikkinchisi unga javoban aytadiki, istehzoli ohangda, Yaratganga ming shukrlar bo'lsin. Ichimda hech qanday og'riq his qilmayapman deydi. Sog'lig'im yaxshi. Yuragimdan to qobig'imgacha juda yaxshiman. Bu payt o'sha yerdan bir qisqichbaq o'tib ketgan bo'ladi. Hamda ularning suhbatini boshidan oxirigacha eshitadi. Sog'lig'idan mamnun bo'lgan chaqaloqqa qarata shunday deydi. Haqiqatdan ham sog'lig'ing yaxshi deydi. Ammo qo'shningni chekayotgan azoblari g'ayrioddiy go'zallik bo'lmish, gavharning paydo bo'lishidan nishonadir deydi. Ya'ni insonlarda ham shunday. Insonlar qanchalik qiynalar ekan, qiyinchilikni ko'rar ekan, shunchalik sayqallanib, xuddi bir ko'mirning ichida qanchadir siquvda, qanchadir muddatda, katta bosimda olmoslar paydo bo'lganda inson ham shunday shakllanib boradi. Ya'ni avval ham aytgandek bir so'z, hard times create strong people create good times create weak people. Ya'ni mazmuni shunday edi. Qiyin davrlar kuchli insonlar shakllantiradi. Kuchli insonlar yaxshi davrlarga tamal toshi bo'ladi. Yaxshi davrlar yana kuchsiz, zaif insonlar shakllantiradi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.